Turkiyadagi legionerlarimiz uchun mavsum biroz omadsiz boshlandi. Istanbul Başakşehir Yevropa Konferensiyalar Ligasi saralashi doirasida Finlandiyaning Inter Turku jamoasiga qarshi o'yin o'tkazdi va 1-1 hisobida durang o'ynadi. Shomurodov uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab 70 daqiqa harakat qilgan bo'lsa, Abbosbek Fayzullayev zaxiradan 61-daqiqada maydonga tushdi. Har ikki futbolchimiz juda faol harakat qildi. Eldor Shomurodovga SofaScore 7.1 ball berdi. Terma jamoamiz Sardor hujum ortida harakat qilgan bo'lsa ham 4 ta zarba berishga muvaffaq bo'ldi. Ikkitasi aniq chiqqan bo'lsa, bittasi darvoza ustuniga tegdi. Yana bir zarba raqiblar tomonidan blok qo'yildi. Shuningdek, Eldor 2 ta kalt uzatma ham berdi. Zaxiradan maydonga tushgan Fayzullayev o'yinni o'ziga olishga harakat qildi va 3 ta yaxshi zarba yo'lladi. Ikkitasi aniq chiqdi. Bosh bilan yo'llagan zarbasi esa biroz noaniq ketdi. Bitta kalt pas berdi va bitta muvaffaqiyatli dribling. Shuningdek, Fayzullayev himoyada ham mehnat qildi. 2 marta to'pni raqibdan olib qo'ydi va 2 marta raqibning uzatmasidan keyin to'pni egallab oldi. SofaScore balli 6.6. Endi Başakşehir 30-iyulda Finlandiyada javob bahsini o'tkazadi. Mana shunday videolarni kuzatish uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.